Anadan qolgan mal-mulkni qandoq taqsim qilamiz? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ota-ona har ikkilisi xizmat qiladi. Yaqinda ona olamdan o'tdi. Birinchi, onamni xizmat qilib maosh olganlik uchun mal-mulk taqsim qilinadi. Qandoq taqsim qilinadi? Ikkinchi, onaning shaxsiy mal-mulki bo'lsa, buni qandoq taqsim qilinadi? Uchinchi, dada bo'lg'ichi hayot turib, onaning mal-mulki bo'linmay, dadaning mal-mulkiga qo'shib o'tiradi degan ko'z qarash to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Ana vafot bo'lgan ahvolda oldi bilan onaning mulkini aniqlab bekitamiz. Andin mirosxo'rlarini bekitib, qoldirgan mirosni ularga shariat belgilagan bo'yicha taqsim qilamiz. Ananing mulkiga kelsak, mayli maosh bo'lsin, mayli ota-onasidan qolgan miros bo'lsin, mayli eri bergan to'yliq bo'lsin, mayli tijorat yoki biror ishdan topgan pul bo'lsin, mayli hadiya yoki mukofot olgan narsa bo'lsin, bularning hammasi ananing mulki bo'lib, bu mulkdan o'z roziligi bilan eriga va boshqalarga bersa, hadiya qilsa va xarjlasa, bu ananing to'liq haq-huquqidir. Ana hayat vaqtida uning maoshi yoki setib olgan uyi yoki mashinasi degandek bir narsa bo'lsa, yoki anaga tava yig'ib saqlagan pul, oltin, zibu-ziynat degandek narsalar bo'lsa, bularning hammasi anadan qolgan miros hukmida taqsim qilinadi. Agar maoshini yoki boshqa mulkini eriga bergan yoki uyiga xarjlagan bo'lsa, buni tuvandagi turlarning biriga tushiramiz. Birinchi, eriga uyiga xarjlash yoki tijoratga ishlatish uchun qarz olib berishi, chunki ayolning uy xarajatini ko'tarish majburiyati yo'q. Agar maoshini yoki boshqa mulkini berganda aniq qilib bu qarz desa, bu pul erning bo'ynida qarz bo'ladi va ona vafot bo'lganda bu qarz onadan qolgan mirosga qo'shib etilib taqsim qilinishi lozim. Lekin Uyg'urlarda odatda bunda qarz berish kam uchraydi. Ikkinchi, yukini yengillatish uchun yordam sifatida o'z roziligi bilan eriga berib o'tish yoki uyiga xarjlab o'tish. Uyg'ur jamiyatida ayollarning o'z mulkini eriga yoki uyiga xarjlashi ko'pincha ahvolda mushu turiga kiradi. Uyg'urlar odatda xo'jinchilikdan iborat bu muqaddas rishtani qo'g'dab, sening mening deyishmay chiroyli yashaydi. Hatto kerak bo'lib qolsa, ayoli oltin zibu-ziynatlarini eriga hadiya berib o'tadi. Bu ahvolda ayol tugab ketsa, u pullarni ayolga qaytarmaydi. Chunki natijada bu pul erning mulkiga aylanib ketgan bo'ladi. Shundaqdimi, qaytaray desa, bu oliyjanoblik va fazilat doirasiga kiradigan esil axloqdir. Uchinchi, erining besimi qo'rqitishi bilan eriga berib o'tishi yoki uyiga xarjlab o'tishi, bu ahvolda rozilik yo'q bo'lg'achqa bu pul ayolga qaytishi lozim. To'rtinchi, biror hunarni qilishda ayol eriga hamkorlashsa yoki do'konda, ishxonada eri bilan ishlashib bergan ahvoldami yuqorqi turlarning biriga tushiramiz. Agar ayol bu hamkorlikni yordam va fidokorlik deb qilgan bo'lsa, buningdan topgan kirim erning bo'ladi. Menmu sherik deb qilgan bo'lsa, buningdan topgan kirimda eri bilan sherik bo'ladi va tugab ketsa, u kirimdagi nasibasi ayoldan qolgan mirosga qo'shib etiladi. Ayol mustaqil ish ovqat qilib topgan pul bo'lsa, bu ayolning mulki bo'lg'achqa miros qoladi. Yuqorqi turlarga asosan onaning eriga bergan va uyiga xarjlagan maoshi hadiya hukmini olib, onaning qo'lidan chiqib ketgan, erining mulkiga aylangan bo'ladi. Bu vajidan ona tugab ketganda, otaning iqtisodidan bir qismini ayolining deb ayirishga va buni mirosga qo'shib o'tishga bo'lmaydi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh sahihida erning ayoliga, ayolning eriga hadiya qilishi degan babda mundaq bayon qiladi. Tabiinlardan Ibrohim undaq qilish durust degan. Umar ibn Abdul Aziz ayol ikkisi bergan narsalarda yanolmaydi degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollardan Aisha radhiyallohu anhaning uyida yetib davolanish to'g'riliq ruxsat olgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadiyasidan yanolg'uchi qusqini yegan itga o'xshaydi degan. Zuhri ayoliga to'yliqning bir qismini yoki hammasini menga bergan degan kishi haqida mundaq degan. U ayol bergan bo'lsa, andan uzoq o'tmay u ayolni taloq qilib o'tgan bo'lsa, andan u ayol eriga bergan narsasini yenib olsa, agar eri ayolini aldab olib olgan bo'lsa, cho'qim u ayolga qaytarib berdi. Agar u ayol uni o'z roziligi bilan bergan, u ayolni aldamagan bo'lsa, qaytarmasimi durust. Haq taolo aytadi: "Agar ular uningdan bir qismini rozi bo'lib sizlarga bersa, uni yanglar." Nisa surasi 4-oyat. Endi onaning eriga bergan va uyiga xarjlagan yuqorqi maosh va boshqa pullar hadiya bo'lg'achqa, uni hisobdan chiqarib o'tgandan keyin onaning uningdan boshqa mol-mulki bo'lsa, uni miros qilib, mirosxo'rlarga shariat ko'rsatgan bo'yicha taqsim qilish lozim.
Buning uchun oldi bilan ana vafot bo'lgan chog'dagi mirosxo'rlarni bekitish lozim. Ananing farzandlari bo'lg'achqa, eri mirosning 1/4 oladi. Qolgani ananing farzandlariga, bir o'g'ilga qizning 2 hissasi bo'yicha taqsim qilinadi. Ananing ota-onasi bo'lsa, ularmi miros oladi. Buning uchun ahli ilmlardan birining maslahatini olish lozim. Dada hayot bo'lg'achqa, ananing mirosi bo'lilmay, dadaning mulkiga qo'shib etiladi degan so'z Allohning belgilamasiga zid xato qarashdir. Allohning shariatida bundaq ish yo'q. Navoda ayoli o'lib ketsa, butun mirosini eri oladigan bo'lsa edi, Alloh taolo Qur'onda erining mirosdagi nasibasini farzand bo'lsa 1/4ni, farzand bo'lmasa yarmini oladi deb belgilamagan bo'ladi. Uning ustiga ayolning eri va farzandlaridan boshqa mirosxo'rlari bo'ladi. Mirosi mirosxo'rlarga taqsim qilinmay, mirosni o'ngcha olsa, boshqa mirosxo'rlarning haqqini yeb ketish bilan birga Allohning belgilamasiga tajovuz qilganlikdan iborat og'ir jinoyat sodir qilgan bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 65 nomerlik fatvo.